Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodi do'stlar. Do'stlar bugun biz va nihoyat do'stlar ekinimizda ekib bo'ldik va bunga qor ham yog'yapti. Shumul men sovuqni yoqtirmayman. Mana buni yo'q qo'ysam yo'q bo'ldi. Menga qorong'ulik ham kerak emas. Ozgina TikTok ko'rib o'tirsak hech nima qilmaydi. O janob mer nega telefon qilyapti? Assalomu alaykum janob mer. Ey, ekinlaringni menga topshirmaysanmi? Bolam. Bo'ldi janob mer. Voy do'stlar, men nima shunaqa ispas bo'lib ketyapman. Hozirgina sizlarga ekin haqida gapirdim, menimcha to'g'rimi? Lekin o'zim shunga amal qilmabman. Jin ursin. Tak, endi bularni sovuqqa chiqish yo'qmaydi. Mana bularni uyga keltirib olishim kerak. Kitobimga sovuq tegishi mumkin. Tak, kitobimni o'sha sandiqqa qo'yib olay, keyin qolgani bilan shug'ullanaman. Tak. Kitobimni esa mana sandiqqa qo'yib olamiz. Tak. Mana shunday, mana bunday. Tak, bo'ldi. Endi biz nima qilishimiz mumkin? Ekinlarimizni ekishamiz do'stlar. Men mana bunaqa issiqxona qilib oldim. Kimga yoqqan bo'lsa, tezroq videoga like bosib obuna bo'ling do'stlar. Meni ko'pchilik obunasiz ko'ryapti. Bu nima eshiklar bilan umuman kelisha olmayapman-da. Tak, endi biz bularni olib aytgancha sizlar videoga like bosib bo'linglar. Meni umuman obunasiz deyarli hamma obunasiz ko'ryapti. Va mana bularni men ko'rsataman. Mumkin biraz o'tmay qopti. Gapimni bilsanglar, tezroq obuna bo'lib like bosing do'stlar. Biz tezroq 400 ta bo'lishimiz kerak. Buning uchun sizning hissangiz juda katta bo'lardi do'stlar, agar nima qilsangiz. Tak, endi mana bu yerni issiq qilish kerak. Hozir keyinroq shu bilan shug'ullanaman. Videoni tugatgandan so'ng iltimos kanalga like bosing. Avvalo like'ingiz muhim, so'ngra esa videoga obuna bo'ling. Obuna esa undan ham muhim do'stlar. Do'stlar, mana bu sabzilarni tegib olsak, do'stlar, mening juda sandiqlarim o'zgaryapti. Mening o'rtalarimni olib ketishgan. Bu vaqtda politsiyaga aytdim, lekin politsiya hech nima qila olmayapti do'stlar. Aynan hech nima. Politsiyadan ham bir naf chiqmayapti. Shuning uchun hozir biz janob merga topshirib berishimiz kerak va kim mening narsalarni o'g'irlayotgani haqida bir shug'ullanamiz. Bu haqida do'stlar bu haqda ketib bo'lmaydi-da do'stlar. Tak, bugun men merdan oylik olishim kerak edi. Qani oyligimni berar ekan. Mana bu yerda zina ham qo'ysam yo'q, yo'lga o'tishga bo'lmaydi. Ko'pchilik norozi ham bo'ladi. Tak, endi bularni janob merga topshiramiz. Tak. Janob mer, kostyumchim ajoyib. O'zingizga mana bunaqa sharoitchilar bo'lsa, sandig'ingizni bittalik qildingizmi? Men shaharning merlariga o'xshaydi dedim-da, qandoq qilaman? Ukim. Zo'r, janob mer. Mana nima olishingiz mumkin? Mana hamma narsani olib keldim, chiriganigacha. Mana bemalol o'zimga qaytib kelyapti. Shu yerdan turib o'tsam bo'ladimi? Ustalga chiqish yaxshi emas-ku. Mayli, endi nima ham deymiz? Hurmating bu. Kattakon rahmat. Oyligimni olsam, bo'ladimi? Bugun olmay tur. Nega? Janob mer, axir meni kam qolib tur deyman. Oylikni hali keltirib berishgani yo'q. O'rmonchilarga oylik berishim kerak. O'rmonchilardan ko'ra fermerlarga ko'proq oylik bermaysizmi? O'rmonchilardan ko'ra fermerlarga ko'proq oylik bermaysizmi? Axir shu fermerchilikning ketidan axir biz non yeymiz, narsa yeymiz. O'rmonchilar nima, daraxt chopishadi, uy qurishadi, tamom. Menga bir uyimni yangilab berganda eskirib qolgani. Shuning uchun bugun oyligingda nima qilib beraman deng, birinchi bo'lib beraman degandi, fermerchilarga bermayman deb. Demak, korrupsiya emas. Kichkina korrupsiya. Nima bo'lsa ham mayli janob mer, bir martasini kechiraman, to'g'ri. Qolgan fermerlarni bilmadim. Jin ursin do'stlar. Nima bu mer aqldan ozibdi. Mer pora bo'ladigan bo'pti-ya. Tak.
kitobimni qolganini yozishim mumkin. Tak. Ana bu chiroqni olamiz. Mana yo'q, buni mana bu yerga. Buni mana bu yerga. Tak, kitobimiz qani? Tak, mana kitob. Tak, endi buni qo'yib yozishimiz mumkin. Hozir qolganini yozishim mumkin. Hozir. Tak. Mana stulni mana bu yerga keltirib olsak, yaxshi ish bo'lardi. Mana bu soatda ham ovoz o'chmayapti, jin ursin. Tak, ana endi biz o'tirib maza qilib kitobimizda yozsak bo'ladi. Obbo, deyarli tugatdim. Va Jonim tegdi nima? Jo ochirib nimalar bo'lyapti? Pastdan eshitildi ovoz. Nimadir bo'ldi do'stlar. Men o'z quloqim bilan eshitdim. Pastda bir ochib ko'rish kerak. Nimadir bo'ldi. Aniq mana shu yerlardan keldi. Jin ursin, sandiq. Qanaqadir sandiq. Va sandiqda hech nima yo'q. Bu yerda va yer osti do'stlar, jin ursin. Xat qo'yib yuboribman shoshilganimdan. Jin ursin do'stlar, yer osti. Jin ursin. Tak. Yo sen? Seni idroq qilaman. Seni qishloqda ko'rmaganman. O'zim qishloqda ko'rmaganman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Yaramas. Jim, iltimos, meni shu yerga keltirib qo'y. Iltimos, sendan menga umuman uy topilmayapti. Men qancha uzoqdan kelyapti, bilasanmi? Endi ota-onam meni qabul qilishmaydi. Ota-onang? Men shu yerga ketaman, iltimos degandim. Nima qilasan? Mana bizning uyimiz borga maza qilib yashaysan, qaytsang keyin qo'ymayman bola degandilar. Mayli, men 10-qishloqda kompot yashagan deb kelgandim. Demak, senga bu yerga uy qurib bersam ketasanmi? Albatta ketaman, albatta. Shoshma, agar ortiqcha uy bor edimi deyman, aytgancha bu yer sovuq emasmi? Nima qilay, shu yerda o'tiribman, zaxlab ketdim. Bechora Jitil. Tak, mayli, hozir agar uy qidirib ko'raman. Qani bir ko'raylikchi. Tak, janobni shoshmanglar, men uyimni yangilagandim degandimi? Janob mer. Ker. Janob mer, ortiqcha uy yo'qmi? Nima uchun? Bir Jitil mening juda yaqin tanishim edi. Mayli, bor, bitta qurtirgandi bormochiga. Uyimni yangilagan degandingiz-ku. Menda nima ishing bor? Sen nima mening o'z ishlarimga aralashyapsan? Nima ishing bor? Xullas, o'sha bor, qo'yishing mumkin. Borsin, bemalol. Shunisiga ham rahmat. Arzimaydi. Tak, faqat qayerda? Mana o'rmonchi yaxshi quribdi. Qo'yil xudona uni uyi bilan bir xil sovuq. Qo'rqachon qolarkina. Ana sharoitchi ham bor-ku. Ora yotoq o'zimga olaman. Yo'q, mayli, yotoq tursin. Tak, endi men Jitilga xabar berishim mumkin. Tak, bemalol shu yerda yashayversin. Tak. Tak, mana kelib oldik. Bu yangilik Jitilga aytish kerak. Shu bo'lay oldin. Opa mana. Jitil. Nima bo'ldi? Nima bo'larkan? Nima qilishadi meni? Nima politsiyaga topshirdik? Nima bo'ladi? Uyimga ketaman, ota-onam meni qabul qilishmaydi. Yo'q. Shoshma Jitil. O'zingni bo'z, seni qabul qilishdi. Ya'ni men uy qurmadim, uy o'zi bor ekan. Voy, rahmat. Sendan qanchalar xursand ekanimni bilsang edi. Katta rahmat, do'stim. 6 izimrudlarim qaytargan uchun rahmat. Ismingni bilmoqchi edim. Sirojiddin. Mening ismim Sirojiddin.
O, Sirojiddin boshqa o'g'irlik qilmaysan degan umiddaman. Yo'q, boshqa qilmayman. Katta rahmat. Mayli, davay, sog' bo'l Sirojiddin. Mer agar mer ruxsat bersa, senga hali ferma ham qurib beraman. Katta rahmat. Sen bu yaxshilikni hech qachon unutmayman, do'stim. Sen mening eng yaqin do'stim bo'lib qolasan. Mayli, do'stlar, mening eng yaqin ikkita jitel do'stim bo'ldi. Bular ham bo'lsa qishloqi va Sirojiddin do'stlar. Mana shu orqandagi Sirojiddin va men 2 marta quruvchilar jangida bellashgan qishloqi do'stlar. Aytgancha kim yutganini yozib qo'ymayapsiz. Faqat zo'r, malades, mod kerak deb yozyapsizlar. Modni albatta tashlayman, lekin sizlar avvalo kim yutganini yozib qoldiring. Iltimos, qishloq shu haqda xafa bo'lyapti. Endi bu yoqni nima qilsam ekan? Tak. Albatta mana buni mebelchiga qaytarib beraman. Yo'q, mebelchiga nima qilaman qaytarib berib, baribir pulini bermaydi. Eski deb, ya'ni eski ishlatilgan deb undan ko'ra o'zimga qo'yaman. Tak. Va nihoyat men oltin izimotlarimni kim o'g'irlaganini va o'g'rini topdim do'stlar. Bu juda ham zo'r. Shoshmanglar, men bu yerni yo'qotish kerak. Va biron kun kerak bo'lsa ishlatarman. Ha, yana garaj ham qurishim mumkin o'zimning mashinam uchun. Ha, bugun juda zo'r kun bo'ldi. Sizlar videoga like bosing, obuna bo'ling va o'zingiz fikringizni yozib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.